Assalomu alaykum, Xodiy Avto kanaliga xush kelibsiz aka. Bugungi avtomobillarimizda Optimga avtokredit qo'yiladi. Faqat uspet qilib qolasizlar. YouTube kanalimizga obuna bo'lib, like'la bosib, xullas Xodiy baraka top. Bunaqangi avtomobillarni topguningcha shuncha mehnat qilsan, shaharma shahar, viloyatma viloyat mehnat qilsan, mana endi rohatini biz ko'ramiz desangiz, xursand bo'laman. Xullas, har bitta avtomobil olgan narximga qo'yaveryapman. Nimaga unaqa qo'yaversan, Xodiy? Nima senga rezon deydigan bo'lsangiz, xalqqa tanilish, xalqqa ishonchiga kirish va joningizga sog' bo'lsa, mana shunaqa moshinalarni xalqqa yetkazib berish meni maqsadim, niyatim. Xullas, hamma avtomobillarni bugun boshlang'ich to'lovsiz desam bo'ladi. Hammasi prem boshlang'ich to'lovsiz, lekin $200 bilan, $300 bilan bera oladi. Xullas, mana bunday hisoblaymiz bugun. Qaranglar. Bugun hamma xarajatlari ichida hisoblanadi. $300 ga ham mashina qo'yaman, $400 ga ham mashina qo'yaman. Hamma xarajatlari ichida qilib qo'yaman. Bu degani $400 pul olib kelsangiz, mashinani shunday olib ketasiz. Notariusga to'lov qilmaysiz, atsenkaga to'lov qilmaysiz, bankka boshlang'ich to'lov qilmaysiz. Xodiy Avto sizga mana shunaqa imkoniyatlar bilan aloqaga chiqyapti. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qani boshlaymiz obzorlarni. Xullas, Tracker avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan Premier pozitsiyasi. Buni boshlang'ich to'lovini sizlarga qaranglar. Birinchi yaxshilab tushuntirib oling. Kapot kriloda kraskalari bor. Salon holatlarini ko'rsating. 2023-yilda okalar 50 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Matviy holatdagi salon. Endi 50 ming okalar. Prikolniy okalar. Xo'p, boshlang'ich to'lov hamma xarajatlari ichida $1400 bilan mana shu Premier pozitsiyadagi Trackerni bemalol Xodiy Avtodan xarid qilsanglar bo'ladi. Keyin qo'shimcha yana bitta ma'lumotni berib ketaman. Biz mashinaning tannarxini ko'tara olmaymiz. Bizning qo'limizdan kelmaydi. Bu degani nima? Ba'zi bir blogerlar chiqyapti, gapiryapti. Xodiy o'shani videosini menga tashlashyapti. Xodiy nima sen ham shunaqa narxini ko'tarasanmi? Masalan, 15 minglik mashina 17 ming kredit chiqadimi men nomimga degan narsa bor. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Bank tomonidan o'zini belgilangan atsenka narxlari bor. O'sha atsenka narxlari bo'yicha sizga kredit chiqadi. Masalan, bunga 17 ming chiqadimi kredit? 17 ming chiqadi. Sizga 20 ming kredit chiqmaydi. Mana shunaqa atsenkadagi hammasi qonuniy. Agar bunaqa narsa bo'lganda men bu yerda turmagan bo'lardim, sizni oldingizda videoga chiqmagan bo'lardim. Hamma narsa siz uchun shaffof ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, keyingi avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Polniy Navorot Amerikanka fari, Optra fari, tonirovka ruxsatnoma, kraskalari okalar top-toza. Bitta joyida ham qalam tegan joyi. Maza qilib haydaysizlar. Mana 39 ming kilometr masofani bosib o'tgan, chexoli bor, puliga bor, mashinaning holati ideal. Magnitofon, ABS, hamma narsalari bor. Mana shu mashinani men bozorning o'zida turibman. Yana bitta ma'lumotni berib ketaman, qaranglar. Men bozorning o'zida turibman. Men bu mashinani bemalol $2000, $3000 sota olaman. Chunki meni qo'limdan keladi bu narsa. Chunki men bozorda turibman. Любой keladi odam, qo'lingda necha pul bor deb so'rayman. 3000 ming bor dedi, men buni oldim, bemalol tavsiya qilaman. Lekin o'sha odam tavsiyamga yarasha ola oladi. Nimaga? $3000 ga ko'taradi bu mashina. Lekin men olotgan narximni sotib olishga qaror qilyapman. Nimaga? Siz like bosishingiz uchun. Boshlang'ich to'lov $1200, hamma xarajatlari ichida $1 ham ortiqcha rasxod qilmaysiz. Mana shu mashinani bemalol kelib turib Xodiy Avtodan xarid qilasiz. Yana qo'shimcha ma'lumot. Biz hozir bozorda turganimizning hisobiga bozor ichida bilasizlar, xalq tilida aytganda saygak degan narsa bor. Saygak degan narsa nima? Siz bozorga kirib keldingiz, menga telefon qildingiz, bozorga kirib keldingiz, bozorga kirib kelishingiz bilan akajon nima shu qo'lingizdan ushlaydi. Siz qanaqa mashina olib qo'yganingizni bilmaysiz. Men Alloh emasman deyishingiz mumkin. Lekin shunaqangi psixologlar bor okalar, hayron qolasiz. Qo'lingizdan shu oladi-da, yuring akajonim olib kirib ketadi. Shunaqa mashina tiqishadi. Даже u mashina uniki emas. Chunki u mashina uniki emas. Nimaga? U pul tikmaydi. U prosta mana shu zarzor ishlab, pul ishlab ketadi. Masalan, men mashina hozir 1200 otgan bo'lsam, sizga mashina sayga $2000 ga tiqa oladi. Yoki aytaylik, siz meni joyimni, manzilimni yaxshi tushunmaysiz, chunki bozor ichida turibman. Qayerda turganimni даже bilmaysiz. Men sizga tushuntirgan taqdirimda ham tushunmasligingiz ehtimoli katta. Siz chunki viloyatdan meni kuzatyapsiz. Qoraqalpog'istondan kuzatyapsiz, vodiydan kuzatyapsiz. Hamma o'sha kuzatayotganingiz hisobiga Sergeli mashina bozori juda ham ko'pchilik bilmaydi. Lekin meni operatorlarim nomerlari bor. Telefon qilsangiz, "Oka, mana bunaqa narsa." Telefon qilasiz. "Men keldim Xodiy, men keldim aka" desangiz,
Shundoq bolalarim chiqadi yo'l yuziga, shundoq ko'rishib oladi, billa shundoq olib keladi, mashinani ko'rsatadi. Siz adashib qolmasligingiz uchun bu narsa. Boshqa narsa yo'q u yerda. O'sha meni nomimdan chiqsa, bu meni xodimim. Meni nomimdan chiqdimi yoki mana shunaqa holatda eshityapmiz, bozorga kirishayotganiga xodimning joyi qayerda desa, sayga olib ketayotganinganda ba'zi bir avtokirchilarning xodimlari, ba'zi bir avtokirchilar xodim mana xodimning joyi deb ko'rsatib yuborishayotganiga, mana shunaqa holatlar bo'layotganiga, mana shu holatga chek qo'yish maqsadida xodimlar nomerini qo'yib qo'yganman. 779 75 79 Said Karim nomerlari, 893 42 45 nomer deb asli yozib qo'yaman. Bular Abror ekan nomerlar. Mana shu ikkita xodimim meni hozir ish faoliyatida ishlab turibdi. Bemalol telefon qilsanglar, boshqa batafsil ma'lumotlarni olib olasizlar. Xo'p, Nexus 3 avtomobiliga keldik. Avtomat korobka 2022-yil ishlab chiqarilgan, 70 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskalari absolyutno top-toza. Hamma joylari bir tomchi ham kraska tegmagan holatda. Mana navorotlarigacha qilib qo'yilgan, tablo osvesheniyasi deysizlarmi, chiroyli qilib tuninchalar qilib qo'yilgan. Mashinaning holatlari ideal. Xo'p, anaqada tonirovka ruxsatnomalarigacha ham bor. Bu mashinamizni boshlang'ich to'lovi mashina bemalol men 1,5 ming sota olaman, lekin $700 ga hamma xarajatlari ichida mana shu avtomobilni olib keta olasiz. Videolarimizni kuzatayotgan akalar bilsadi, boshlang'ich to'lov faqat xarajatini qilib olasizlar derdim. $900 xarajat ketyapti, $800 ketyapti deb biroz ogohlantirib qo'yarim. Lekin hozirgi videoyimizda $700 deyapman, faqat mana shu $700 ga chiqadi. Boshqa summaga chiqmaydi. Bo'ldi. Boshqa pul kerak emas sizlardan. Mana shunaqa holatdagi Xodiy avto hozircha ishlab turibdi. Xo'p, keyingisi 2021-yilda ishlab chiqarilgan zo'r narxda okalar, faqat ushbu qilib olasizlar. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi ikkita kalenkasida bor. Qolgan joylar top-toza. Okalar Amerikaniki, Optra va gaz ballonlarigacha ham qo'yib qo'yilgan mashina mana. Salon shinalar qilib qo'yilgan. Atigi 110 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashinaning holatlari idealniy. Uzr, bu mashinamizni ikkita eshik, kalenka. Uzr, ikkita eshik, kalenkasida bor. Qolgan joylar top-toza. Bu degani udarib bo'lmagan. Yo'qki, qirib olingan narsalarga to'g'rilab qo'yilgan. Xo'p. Sizlarga hozir yana bitta bonusimni ko'rsataman, yili balanddan ko'rsataman. Buni boshlang'ich to'lov uzr aytish esimdan chiqib qolibdi, akalar. $500 bilan hamma xarajatlari ichida 11 ta viloyatga kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi. $500 bilan mana shu mashinani olib ketasiz. Boshqa bir sim ham xarajat qilib o'tirmaysizlar. Mana Xodiy avtoda qanaqa imkoniyatlar bor. Buni oqibati podpiska bilan like bosganingiz oqibati. Chunki men ishlayapman. Siz like bosasiz, podpiska bosasiz, men harakat qilyapman arzon mashina qilay deb. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza. Xo'p, lyuk, ABS hamma narsasi bor. Bosib o'tgan masofasi 40 ming kilometr okalar. Mazza qilib haydaysizlar. Chexol poliklari bor. Endi qorong'u davomimizda xafa bo'lmaysizlar, rozi bo'lasizlar, chunki juda ham srochniy qo'yapman. Tez qo'yi, ertaga hammasini sotaman. Telefoningizni ham baraka qilib tashlaysiz. Farqi yo'q. Kredit olmagan bo'lsangiz, kredit olgan taqdiringizda ham tarixingiz toza chiqsa, men sizga shunday o'tkazib beraman. Shunday bez atkaz o'tkazib beraman. Uyingizni zalogga qo'ying, 8% dan qilib beraman, u qilib beraman, bu qilib beraman. Yo'q, menda unaqa narsa men hech kimga tavsiya qilmayman. Mashina olish uchun xonadonni zalogga qo'yish bu eng katta ahmoqlik. Eng katta ahmoqlik. Men bu narsani hech qachon hech kimga tavsiya qilmayman. Mashina olmoqchimisiz? Mashinani o'zini zalogga qo'ying-da, boshlang'ich to'lovini qiling-da, oylik to'lovlarni to'lang. Mashinadan qutuling, mazza qilib haydab yuring. Ko'nglingiz ham tinch, xonadoningiz ham tinch, uyingiz ham tinch. Ming sizni uyingizga kelib boshingizni qotirib urmaydi. Masalan, o'tkazib yubordinglar deylik, qanaqadir holatda xonadoningizga ming xodimlar tashib yurib, "Ey, uyingni mana bu narsani xatlab ketaman" deb boshingizni qotirmaydi. Menda unaqa narsa yo'q. Menda faqat mashinani o'ziga taqib turadi. Bemalol chet elga ham chiqib kela olasiz. 2023 40 ming yurgan kraskalar top-toza mashinani $700 boshlanish to'lov, hamma xarajatlari ichida bemalol kelib Xodiy avtodan xarid qilsanglar bo'ladi. Mana okalar, qanaqa zamonlarga keldik. Xo'p. Endi eng shirin joyi, opa, boshimni qotirib yubordingiz, podpiska ham tashladingiz, like ham bosidingiz, hamma narsani qildingiz. Bitta mashina qilib bergan, ey, pulim kam, qiynalyapman puldan deb men boshimni qotirganingiz, lekin oylik to'lovlarni to'lash qurbim yetadi dedingiz. Mana sizga olib kelib qo'ydim. Xo'p, 2022-yilda ishlab chiqarilgan oxirgi Mamontlardan deydi, oxirgi Sparklardan avtomat korobka. Xo'p, LED faralar qilib qo'yilgan, oldiga, orqasiga okalar mana pesochniy deydi, pesochniy faralar qilib qo'yilgan. Spark yaxshi ko'radigan opalarimiz juda ham ko'p.
maza qilib olib haydashadi. Endi bitta opalar emas, masalan, okalar ham haydashyapti. Hozirgi kunda qizil geliklar haydashyapti. Bular nima bo'libdi, okalar? Xullas, 130 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskasiga keladigan bo'lsak, bitta bagajda bor. Qolgan hamma joylar top-toza. Glavniysi oldilari butun, eshiklari butun. Mana bu krilolar, boshqa joy, malenka krilolar, hamma joylar butun. Prosta bitta o'sha bagajda. Значит, buni ayol kishi haydaydigan orqasini tegizib olgan. Okalar boshlang'ich to'lovga mazza qilib orasizlar, mazza qilib olasizlar, mazza qilib haydaysizlar. Buni 1,5 mingga sota olaman. Aqlim yetadi, ko'zim ham yetadi. Ertaga agar ishchilarimiz mana turishdi syomkada, ertaga uchirib yuborishmasa, uspet qilib olasizlar. $400 boshlang'ich to'lov bilan mana shu Spark'ga Xodi avtodan kelib turib xarid qilsanglar bo'ladi, opa. Akamga tashab qo'ysangiz, endi $400 chiqmasa endi uyat. $400 shundoq beradi. Mashinani olib kelib turasizlar. Bitta pasportga bemalol xarid qilasiz 11 ta viloyatga. $400 boshlang'ich to'lov bilan. Xo'p, ana endilikda okalar, viloyatli okalarim uchun, dalniga yurish yaxshi ko'radigan okalarga mana shu Gentrani sizlarga qilib beraman. 2023 mexanika so'raganlar uchun narxi juda ham yumshoq. Redmi ning narxida, Redmi telefon ishlatilgan bor, chirib yotgan telefon bo'ladi. O'shaning narxiga bitta Gentra qo'yib yuboramiz. Mashinaning holatlarini ko'ringlar. 4 yumshoq balon yengisidan taqib qo'yilgan, tayyor holatda. Bunga bitta gazchani bosib olsanglar, maza qilib haydaysizlar okalar. 60 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskasi bitta kapotida bor, kriloli butun turibdi. Bu degani lyoqki qaqqadir qilib yetib olingan, oldilari joy-joy turibdi. Bemalol tekshirib olasiz buni. Salon holatlarini ko'rsating. Har bitta avtomobil Xodi avto tekshirilgan avtomobillar. O'ylamanglar, shunday qo'yib yuborilyapti deb o'ylamanglar. Har bitta avtomobil olinayotganda, naqd pul kelayotganda tekshirib olinadi. Har bitta avtomobil naqd pul beriladi, tekshirib olinadi, baraka qilinadi, undan keyin olib kelib bank shotiga tiqib turib, mana shu mashinalar sizga chiqarib berilyapti. Qachonki siz buni qarzdan qutulasiz, mashina avtomatik o'sha zaloglardan yechilib ketadi. Mana bunaqa imkoniyatlar bor bizda. Boshlang'ich to'lov $800 demaymiz, $700 demaymiz, okalar $300 boshlang'ich to'lov bilan Toshkentchasiga yetganda $300 bilan mana shu mashinani Xodi avtodan kelib xarid qilsanglar bo'ladi, okalar. Qani, nima deyapti? Like bilan podpiskasidan chiqmasa, har doim eslatib o'raman, esingizdan chiqib qo'yapti, aka. Xullas, yana bitta zo'r mashina qo'yib yuboraman sizlarga. 23-yil 35 ming kilometr masofani bosib o'tgan, kraskalari absolyutno top-toza bo'lgan, kobalt, mokriy rangda. Bemalol kelib turib Xodi avtodan xarid qilasizlar. Mashina stok holat, hech qanaqa navrot qilinmagan. Prostadagi mashina и все, 35 ming yurgan. Maza qilib olib haydaysizlar. Avtomat korobka, salon holatlari zo'r. 35 ming yurgan ekan. Boshlang'ich to'lov $1000 bilan mana shu avtomobilni xarid qilsanglar bo'ladi. 2023 35 ming yurgan. Почти что yangi avtomobil. Menimcha videoni boshidan ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, o'tkazib olmagan bo'lsangiz, har bitta avtomobilim bu safargisi ancha-muncha sifatli avtomobil yig'ib qo'ydim. Naqd pulga tikib, naqd pulga olindi. Har bittasi mana sotib yuborilyapti. Xullas, Damaslar ham bor xohlasanglar, Damaslar $500 bilan, $600 bilan boshlang'ich to'lovsiz mashinalarimiz bor. Boshlang'ich to'lovsiz mashinalarimizni o'sha xarajatlarni qilib olasiz deganlarimiz bor. Mana hozirgi avtomobillar har bittasi nech pul deb aytgan bo'lsam, $400 bilan Sparkman $400 faqat bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xarajatga pul olib kelmaysiz. $300 olmam, $300 boshqa bir sim pul olib kelmaysiz. Xarajatingizni qilib olasiz, u yoq bu yoq demayman bu safar. Bu safar hammasini o'zim yonidan qilib beraman. Mana okalar, bonusi dodasi deyiladi. Mashina o'tkazib yuboraylik, keling bu yoqqa. Ikkita narsalarni tushuntirib yuboraman. Qaranglar okalar. Boyi gapimga qaytaman. Blogerlar video chiqarayotgan haqidagi yolg'on ma'lumotlar haqidagi gaplarni aytaman. Xo'p, birinchi gap nima? Siz 20 yoshdasiz, bizni tengi qur odamsiz, 25-30 yosh atrofidagi odamsiz. Siz 30 yosh emas, men aytaylik 25 yoshgacha bo'lgan bitta yigit kishisiz. Qo'lingizda kuchingiz ko'p, bilagingizda kuchingiz ko'p. No, lekin kimdir sizni o'sha Instagramda boshingizga qotiryapti. Siz mana shu mashinani $300 bilan xarid qiling, bizdan keling, xarid qiling $300 bilan, Yandex.ga chiqing, kuniga 500 ming so'mdan toping, kuniga 1 milliondan toping deb gapirish, og'izda gapirish juda ham oson. Men Yandex.da ishlagan bola sifatida aytaman sizlarga, men shu 2022-yil, 2021-yillar atrofida ishlagan bo'lsam, okalar juda ham qiyin. Men arendaga Spark olib haydab Yandex.ga chiqqan bo'laman. Men mehnat qilgan bo'laman. Hamma ish qilib ko'rgan odamman.
Mana o'sha qo'limdan o'sha bo'lgan voqealardan kelib chiqib aytaman. Hammasi laha turib, mana Yandex ishlaydiganlar yozinglar, iltimos, kommentariyaga yozinglar. Bu ahmoqlarning miyasini to'g'rilaylik, mana yoshlarni. Xafa bo'lmanglar gapimga. Ahmoqlik qilib qo'yapti-da, bolalar mana pasporti toza chunki uni hali kredit olmagan, kredit olishga aqli yetmaydi. Kredit to'lash haqidagi o'sha bilimlar, tushunchalar yo'q ularda. Endi mana shu narsani bizga to'g'rilashga harakat qilyapmiz. Hozirgi yoshlarning ahvolini ko'ryapmiz. Nimaga blogerlar chiqib, mana avtokreditga olingan mashinalarning ahvoli yotibdi, mana stankada to'lib ketgan stankalar, bu bo'lib ketgan, avtokreditga mashina olmanglar deganlarni nimaga bular tegida tushuntirmayapti. Avtokreditga mashina olmanglar, qachonki degan 3 ta nuqta joyi bor. Menda shunaqa joyi bor. Qachonki sizni qo'lingizda siz hali yosh bo'lsangiz, 20 yosh atrofi bo'lsangiz, hech qachon olmang. Qo'lingizda hunaringiz bor, undan ko'ra hunar o'rganing, mashinani keyin olasiz. Ikkinchi masala. Sizni oylik daromadingiz yo'qmi? Topmaysizmi pul topmasangiz, pulga qiynalayotgan bo'lsangiz, sizni bu oxirgi variantingiz bo'lsin. Birinchi variant bo'lmasin. Hamma variant qilib ko'ring birinchi. O'xshamadimi? Umuman bo'lmayaptimi? Keyin oling. Mana shunaqa holatdagi odamlar yoki yosh katta 65-70 ga chiqqan odamlar telefon qilishadi, do'dalar, menga bitta Damas qilib bergin deb. Biz ularga qilib bera olmaymiz, biz ularga tavsiya qilmaymiz. 2005-yil bolalar keladi, Malibu qilib bering aka, biznes tarifiga chiqaman, akam $100 topyaptilar kuniga. Qaysi akang topyaptgan ekan? Mana kuni keldi akalar. Sochini mana bunaqa tushirib olgan. Bo'yinga bir trosa taqib mana bunaqa turib oldim. 2005-yil bola ekan. Nima xizmat desam, Malibu dedi. Xo'p, Malibu qilib beramiz dedim. Keyin adasi keldi. Mana bunaqa ro'molchi tashlab olganlar, haqiqiy kirakash, toza kirakash. Umri mana shu Jigulidan boshlangan, Jigulidan to Matizgacha ham chiqqan odam, Matizda mehnat qilib topganda, o'sha Matiz oilasini boqyapti. O'sha Matiz oilasini boqyapti. O'g'li nima debdi? Instagramda ko'rgan, endi qo'pol qilib aytaman, bizadagi odamlarni ko'rgan. Mana o'shalarning ichidaman. Bizadagi odamlarni ko'rgan, o'shalarning reklamasiga ishongan, borib Matizini sottirganda, Matizini sotgandan keyin qo'limga xap bo'lmaysizlar. Matizini sotgandan keyin Matizini sottirib olib keldilar. $3000 qo'llarida turibdi. Menda Malibu 2,5 bilan chiqyapti. Men Malibu olmoqchiman, Yandexga chiqaman, $100 dan akam topyaptilar. Hop, o'sha akani menga ko'rsat dedim. O'sha akani menga ko'rsat. Xullas ko'rsata olmadi. Men u odamga sotmadim. Dodaga aytdim, xafa bo'lmang, doda, men sizga sotmayman. Men xohlamayman ertaga qiynalib qolishligisini, ertaga har xil holat bo'lishini xohlamayman dedim. Shu bilan ularni ketkizib yubordik. Xullas, nima demoqchiman? Siz mashina to'lashga, mashinani oylik to'lovlarini to'lashga aqlingiz yetadimi? Oling, sog'lig'ingizni ketkizmang, mazza qilib mehnat qiling, mashina yoningizga qolsin. Hodi hafta shunaqangi imkoniyatlar hozir qilyapti. Har bitta mashinani sotib oldingizmi mendan har bitta mashinani sotib olganingizdan keyin bu mashina sizga kamida 1 yil xizmat qilib berish kerak. Sizni ertaga ustaxona yugurib yurishingiz kerak emas. Mana har bitta mashina nimaga zavod qildirib qo'ydim? Har bitta mashina zavod bo'lib turgan holatda eng yaxshi avtomobillar Hodi avtodan sizga taqdim qilinadi. Bu narsaga men kafolat bera olaman. Xullas, joninglar sog' bo'lsin, ko'p gapirib yubordik. Rozi bo'lasizlar, menimcha sizlarga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni bera oldim deb o'ylayman. Mana shunaqa holatdagi avtomobillarni sizga Hodi avto taqdim qiladi. Hodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Ishonch biz uchun nimaga kerak? Litso ko'tarilish uchun, Hodi avto brendi ko'tarilish uchun va xalqqa mana shunaqa yaxshi avtomobillarni yetkazib berish uchun. Bozor kirib kelganimizga 2 oy bo'lishiga qaramasdan mana shunaqangi hozirda natijalarga erishdik. Mana shu natijadan undan ham yuqorisiga erishishga harakat qilamiz. Sizlarning duoinglar bilan, sizlarni qo'llab-quvvatlab, laykinglar bilan, kommentariyada oluvinglar bilan, joninglar sog' bo'lsin deyishinglar bilan mazza qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Hodi avto sizni ishonchingiz uchun harakat